to'ralasi ham kalyanni tortyapti. Takoy kiyib olgan, padoshkachalari nomiga ko'rinib. Atakma Toshkentliman demadilar. Lekin Ozodbek akamizni qo'shig'i shu joyda kim yurtidan yovni quvsa mendirman o'sha degandek. Kim yurtidan yovni quvsa mendirman o'sha. Ochkidan gaplashaylik. Qizlar ham to'g'ridan-to'g'ri ugrajat qiladigan bo'pti. Guldob qo'y, yana aytanakin. Jonim. Pum param prum. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni yana kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Videolarni ko'ryapsizlar, ketma-ketligi uzilmayapti. Xo'p, bugungi ajoyib videomiz ajoyib red, ya'ni 26-soat. Bu videoni men qayerda ko'rib qoldim? Instagram orqali. Mesni 21 yoshli qiz Ipa Anjoli opajonimizning gapi bor edi. Bu yerda gaplashgan gaplar bor edi. O'shanga tipa yakibi red boshlandi. Diqqat, muallif video davomida nohaqni esa nohaq deb izohlashi mumkin. Ushbu harakatlar birovni kamsitish yoki tuhmat qilishga qaratilmagan. Videodagi barcha betamiz so'zlar faqatgina tomoshabinlarga kulgu ulashish uchun ishlatiladi. Videolarimizni balog'at yoshiga yetmaganlar va ayollarga mutlaqo tavsiya qilmaymiz. Hurmat bilan oldindan uzr. Videolarimizni ko'rib qilinglar huzur. Sizni qanday muammolaringiz hamda kimdir sizni uxlatgan, pul tomonlama hamda dokument tomonlama uni yoritish, uni fosh qilish shu masalalarda menga murojaatingiz bo'lsa 94 kodi bilan 205 23 33 telefon qilasiz. Alfredo javob beradi. 24 ga yetdi. Ana endi bo'lsa videoni ko'ramiz. San'at saroyida yashayman deyapti. Aytanangi san'at saroyini oldini akachalar bosib ketib, opachalarni red qilib dubinka olib kelib qo'ysak bo'ladi. Lekin bizning dubinkani o'rniga zo'r narsa bor. Tarararam, barararam. Go'zal qizlar va opajonlarim uchun ajoyib gul, ya'ni ozgina suvga solish esda yo'q. Vodiy 24 akachamizni oti nima edi bilasizmi? Abdulatif. Akachamiz shunaqa mudhish voqealarga o'zini baxshida qilib yuradi. Biz ham shu akachani bir murojaatini ko'rib chiqaylik. Kechagina bizni akachamiz zaharchasini sepib pisillab, davom etamiz. Shunaqilar deyapti. Qarochi, men bu ichki ishlar xodimlariga men oldimdan jiddiy yuz bilan aytib murojaat bilan chiqaman. Bularda kamsitish yoki bir qadr qimmatini yerga urish maqsadida video olayotganim yo'q. Bu yerdagi ular opachalar bitta podyezdda divizyon qilayotgan bo'lgan yakibi. Bularga Abdulatif akamiz, admin. Abdulatif akamiz post qo'yib shularga kontrolga oladigan xodim bormi deganida mendirman o'sha deb ilhom keldi. Shuning uchun videoni olyapmiz. Ko'raylik opachalarimiz nima diviziyoniya bilan yaxshi yo'ldami, yomon yo'ldami, yamalari bor yo'ldami. Shu Avaz akamiz ham mana shu yerda Farg'onani yamalarini yamab yurib, ancha bir piyoda yo'lda ish ko'rsatayotgandi. Aka, shu nima edi siz kechagina Instagramga like bosgan ekansiz, uka qo'yayotgan videolaringni qo'llab-quvvatlayman. Shu joyda men ham yamalarda yamayman, yana dalshi faoliyatimni olib boraman deb hozir yana ikkita video olyapti. Mana shu yerda yamalar paydo bo'ldi. Videoni davom ettiramiz. Bum. Atakma Toshkentliman demadilar. Qo'qonlik bo'lsam ham Farg'onaliman. Bilasizlar, bir Qo'qonlik tipa yoki bir o'zini qo'yib yuborgan bir shaxslar, men Qo'qonliman, Farg'ona yo'q deb o'ylaydiki, Farg'ona viloyatida joylashgan Qo'qon hududi ham, ya'ni Qo'qon shahri. Ular Qo'qon tipi o'zicha Adden respublika shunaqa bir avtonom deb o'ylaydimi? Diyorbek iloji bo'lsa bir joyga joylashib oling uka. Shu askiga qo'shib yuboraman hozir sizni ham. Tushundingizmi? Ketdik, davom etamiz. Joyini o'chir deb ugrajat qilib opachani shu joyda bir iloji bo'lgan qo'limga pichoqmi bir narsa kirganda shap bo'yniga tortib bo'g'izlab, men qilmadim, manbas deb. Lekin Ozodbek akamizning qo'shig'i shu joyda kim yurtidan yovni quvsa mendirman o'sha degandek. Kim yurtidan yovni quvsa mendirman o'sha. Mendirman o'sha.
Biz ham videolarimiz bilan murojaat qilib, tipa o'tgan ilk uchrashuvdagi videoda aytgan gaplarimga Oltiariqlik Bodoring Purush akalarimni Bodoringlardan sotib olamiz va mana shu videoga ham eksport qilib, og'izlariga Robert videolar singari tiqib qo'yamiz. Tak что davom etamiz. Qani ko'raylik. Intriga joylari, ichki ishlar xodimlari, shu tungi reydda opajonlarni qo'lga tushirgan tungi kapalaklar. Mana yerda hozir devormayam ichlari o'tirib mana shu yerda achishib, mani tanish opalarim bo'lmasin-da deb ichidan xayol o'tkazyapti. Qani davom ettiramiz. Robert mantiqqa. Robert mana shu joyda bizda yana intriga. Hop, Instagramga o'tib qo'yamiz. Robert Shahmardanskiy shu jarayonda yana istoriya olishga qaror qildik. Yo'q, yangi boylar xayrli kech. Menda keyingi navbatdagi istoriya plus men hozir syomka jarayonidaman. O'tgan safar ham shu joyini qo'ygandim. Ancha populyarni ketdi. Sayjon ham o'sha ko'rib, o kadr o'rtamcha qiziq ekan deb yaxshi ketyapti deb bosishdi. Hop, bizda bo'lsa raid bizda reaksiya, plus bu yerda kadr ortdi. Plus mana yerda mana biza Diorbek hozir hamma bo'layotgan voqealarni chalg'ib shu короче. Ye buni ichki ishlarda ham chiqibdi-ku bu. Shu Instagramga o'tamiz, davom etamiz. Mana opachani qarang endi. Bu qadar bitta obzor qilmasam bo'lmaydi opachani. Diorbek yonimga o'tirasizmi uka yo masofadan turib osaverasizmi uka? Hech shu videolarimda gapiraman, bir kun papal qilamiz ham, короче. Opajonga o'tadigan bo'lsak, tungi kapalaklar, yetim turnalar, nima qilamiz endi bular? Ertadan keyin kelib biz ham mana o't qo'yib, to'yini buzaman deb ugrajat qilmasa bo'ldi opajonlar. Opajonlar deyman endi. Nima desam bo'ladi? Bular faoliyatini nima deb chiroyli oqlashimiz mumkin? Yaxshi yo'lda ham deb bo'lmayman. U Avaz akam ham yamab tashladi ancha yamalardi. Avaz aka, siz yamalarni yamashda davom eting. Men ham virtual olam orqali yamalarni yamashda davom etyapman. Dunyo sharini tashkil etur neytron, platon va bir necha foiz. Mana o'shalardan bittasi bizga qarata fikr bildirdi. Bu gapni men kecha kuni federatsiyada majlislar zalida o'zimizni sohib akamiz, ya'ni DSHning direktori Yakobi muttaham kelib menga shu gaplarni aytayotgan joyida men shu gapni unga akachaga aytdim. Ammo jiddiy fikrlasam, vobshe ancha-munchani o'ngga chapga qilayotgan bo'lib qolgan. Xullas ko'raylik opachani. Javob beradi mana qilgan qilmishlariga deyapti. Deputatmi dedi. Cho'ta opacham. Hadi yaqinda video chiqqan dedi, что men falonchini ikkinchisi bo'laman dedi. Işte nima hokimlarning ikkinchi xotiniman deb aytgan. Bu ham bosti qilib akachalar shab bir jiddiy ochkidan gaplashaylik. Qizlar ham to'g'ri ugrajat qiladigan bo'pti. Gulni olib qo'y, yana aytadan keyin. Jonim. Ketdi deyapti. Aka siz bular furgonga soling, qo'lini qayiring, dubinka bilan soling mana shu orqasiga, bo'lmasa ham qo'lini qayirtirib yerga bossangiz o'rdakchadek uchib chiqishadi oqqillar. Turnachalardek uchishadi. Turnalar. Jahongir Haydarovning qo'shig'i bor. Mana shu joyda ketadi u ham O'shli akamiz. Osmonlarini to'ldirar baland ucha turnalar galasiga yetolmay mening turnam zorlanar. Shu. Kim u? Bormi u ham? Voy muttaham. Все, davom etamiz. Ko'raylik intriga joylari endi kelyapti. Men Farg'onaning qiziman-da, gapimni o'tkazalaman deyapti. Nima g'amim bor deganlaridek, opajon onam. Mana tovaralashdi, senzurani qo'yaman-da, uka, mana shu o'zingiz Farg'onaliklar ko'radi.
Shu senzura ostida videolar olamiz. Shu ko'ryapmiz, akacham qo'lchani solib, shipga qarab, noschani solib turibdi, timolgan cho'ta. Ha, Sayjonim yomonmi muttaham bu bola ham. 21 yildan beri Farg'onada tug'ilib, Farg'onada katta bo'lganman, deyapti. Zato men местныйman. Что men yerga borib, shu ko'chada edi, men zemlaklarga borib, "Ani Robert kim? Siz местный" deb aytadi. Что men yoshligimda maktab oldida o'ynab yurardim-ku. Что kichkina paytlarim 10-11 sinfda yurgan bola natto'ri darsga kirmasdi umuman. Что meni kichkinagina ushlab ko'tarib, nazarat qilish matchkil ishchalari bo'lardi. Halingda o'tirishardi. Bir kun kunlardan bir kun ikkalasidan bittasi gapirdi. Ha, desa Robert nima? Robert emas u paytda. Robertga ular Nozimjon dedi. "Sen kimsan?" dedim. "Men местныйman" dedim. Shu shahardan meniki, men местныйman dedim. Opacham ham tiqyapti. 21 yildan beri tug'ilib mana shu yerda o'sdim. Kindik xonim shu yerga to'kildi. Kim yurtida yo'qni qo'ysa, opajonim mendirman o'sha dedi. Ozodbek aka, madaniyat vaziri, mana sizga yangi murojaat aka. Tunkapaliklar bilan siz shug'ullanmaysiz-ku, mana ko'laylik, bilaylik, ichki ishlardan keyin bularda holi nima bo'ldi? Necha sutka o'tirdi? Ichkarida qon tufladimi bular? Bilaylik, ha? Hozir mana ikkinchi postimiz ham tayyor Instagram orqali. Xo'p, shu men o'zimni gapimni birovga o'tkazalaman deyapti. Shu biz ham gapimizni o'tkazalamiz. Shu biz ham kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar. Mana shu holatga fikrlaringizni yozib izohlarda qoldiringlar. Qanaqa reklama, bir hamkorlik, birga video olish yoki bir intervyu tayyorlash, mana shu temasida qanaqa murojaatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, Alfredoga murojaat qilinglar. Hozir quyida nomerlarni qoldirganmiz. 94 kodi bilan 205 23 33. Alfredo aloqada. Ahmad Muhsin. Iltimos, birodarim, jim o'tira qoling, iltimos. Videoni avval qoling. Ha, yo, atiqda baqa. Gaplashib qolaydim. Hozir buni opacha qo'yib beraman, unga chapga qiladi sizni. Shu, ketdik. Yoqmayapti aka. Oling mo'llarda deyapti. Yoqmaydi ekanmish. Qarang, bunga shu cho'ntagiga iloji bo'lsa, bir ana shu hali sinonimlari nima bilasizlarmi? Diyorbek? So'zini bir sinonimlari bir chiroyli qilib gapirsa, nima deydi buni mana shu? Padushkalariga $100, $200 solinglar, opajonlarga yoqinglar. Endi shu yoqmayapsizlarmi? Sirazi qochinglar u yerdan. Videoni ko'rdinglar mana shu joygacha, deyarli tamom. Ana endi bo'lsa, bizda bu holatga javob, ya'ni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi. Xo'p, ketdik. Internet ijtimoiy tarmoqlarida xodimlarini noqonuniy tartibga bo'ysunmay, jamoat tartibini buzgan ayollar ma'muriy javobgarlikka tortildi. Bu ana Vodiy motor, ya'ni Abdulatif akamiz Instagram orqali bizga xabar berib, mana shu postni yuklagandilar. Hamda ichki ishlar boshqarmasini ijtimoiy tarmog'ida biz unga javob tariqasida bu postni ko'rib qoldik. Poyaqili. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 29-noyabr kuni Farg'ona shahar Shakar qishloq mahallasi Tarona ko'chasi soat tongi 4:00larda 2003-yilda tug'ilgan fuqaro M.G. va 2004-yilda tug'ilgan fuqaro F.O. Video tasvirdagi ayollar spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda shu hududda yashovchi fuqarolarning tinchini buzayotganligi aniqlangan. Yibot. Bir shumlik qilishdi-da, endi ko'z yumsak bo'lardi. Podyezdda baqirganda, mazlum bardig'in. Opachalar shuni qilib, yo'q bo'lmasa, men pulni bermay qochishgan bo'lsa, "Shas yetib daganayo" deb tepadan baqirgan. Bablilar ham endi yuvinib chiqqan paytida bularga papar bo'lgan, shu bilan endi ko'z ilingan paytida opachaning gapini eshitib, uyqusi qochgan va sirazi militsiyaga xabar bergan. Xo'p, ana endi mazkur holat yuzasidan yuqoridagi shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 hamda 194-moddalariga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli sud organlariga yuborildi. Rahmat, sog' bo'linglar, ikkita opajonlar, endi sizlarni 15 sutka hamda jarima bilan kutib olamiz. Shu mana shu Farg'ona hududidagi hamda vodiyda meni ko'rib turgan aziz fuqarolar va O'zbekistonda yashovchi aziz muxlislar. Shu sizlarga murojaat, yaxshi yo'lda yuringlar, ichish, chekish, fohishalardan deyarli bir uzoq bo'lib,
iloji bo'lsa Shveysariya tomonlariga ko'chib ketinglar. Shu bir elidan o'tgan odamlar ham o'zi suv ustida yurganda yurishadi, o'rdakchada yurishadi. Xullas shunaqa videomiz cho'zilmasin. Bu videomiz ibrat tariqasida olindi. Sizlar bilan oxirgi R tushib qolyapti, bilasizmi? Hozir yoshligimda R'ni mana keda aytolmasdan tutobtirdim. Xullas shunaqa. Videoga like bosamiz, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirasizlar. Bu videoim ham qaysi bir oq, qora video bo'ldi. Fikrlarimni bildirib o'tdim. Mana shu yerda shuncha mutaxassislarga rahmat. Plus hayajonga ham syomkaga ketishdan oldin Abdushu aka davay bosib olamiz deb menga zajgat qildi. Plus Diyorbek ham tanishlar ekan, bildingiz qilgan ishlarini. Plus tungi soat 4 da ichib olib zajgat qildi. Deb ular ayiqdek deb girizlikda qo'polon qilishgan. Gidida bir 3 oy oldinda. Shu bir kechki payt mashinachada devizhniya qilayotgan paytlarim 2-3 bo'lib ketardi. Ash payt 4 topacha chiqdi. Что, bilasiz, hop Sanasoray tomondan Kaskomga olib chiqqandim. To'ralasi ham kalyanni tortyapti. Takoy kiyib olgan, padoshkachalari nomiga ko'rindim. Billat dedim. Opajonlar dedim. Sizlarga bitta addushi bitta tek sop bor desam, uka bizda sopimiz bor dedi. Takshda ishingiz bo'lmasin dedi. Qarashdi, manzilga yetdim-ku. Sekin pulni oldim. Plus ularda obязательно bilasizlar, kamida 100-200 kattadi. Albatta so'mda, ko'chaga chiqqanda. To'g'rimi? Da. Plus zdachi qaytishim kerak edi. Zdachini qaytdim va padoshkaga 2 tomonlama saqlab qo'ydim. Yo, sizlar bilan Robert Shahmardanskiy bo'ldi. Videoni shu yergacha ko'rdilaring. Rahmat. Keyingi videolarni kutib qo'yinglar. Bum bum bum. Bam 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 bam.